Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bugun 11-fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil. Mana Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Aka, bu mahsulotlar O'zbekistondikimi, qayerdiki bu? O'zbekiston, material Xitoy. Material Xitoy ekan. Ishlab chiqarish O'zbekiston ekan. Nech pul deyapsiz buni? 15 ming so'm. Bu donagami, pachkagami? Pachkaga ekan. Razmer nechtalik? Razmer 2 talik. Nechidan nechigacha? 5 yosh 6 yosh ekan razmeri. Donaga ham sotyapsizmi? Donaga nech pul? 20 ming so'm donaga. Buchi bulari? Bular ham 15 ming. 15 ming so'mdan. Mana bitta, ikkita, bir xilmi? Bu hammi? Ha, bu ham. Bunisi ham. Bunisi ham. Bu ham. Bular kattalar ham. Qaranglar, mana kapalakchasi bordan 1, 2, 3, 4. 15 ming so'm ekan bular ham. Pachkaga. Donaga nech pul? Donaga 20 ming. Donaga 20 ming so'm. Xo'p, razmeri qanaqa buni? 5 yosh 4 yosh. 5 yosh 4 yosh ekan. Yaxshi, donaga sotilaverar ekan. Mana kattalari nech pul? Bular 18 ming pachkaga. 18 ming so'm pachkaga. Donagachi? Donaga 20 ming. Donaga 20 ming so'm. Razmeri qanaqa buni? Birinchi sinf, ikkinchi sinfga tushiradi. 1 sinf, 2 sinfga tushaveradi deyishyapti. Yaxshi. Mana pastdagilar qanaqa bo'lyapti? Pastdagilar ham 15 ming. Mana pastdagilari 15 ming so'mdan ekan mana. Sizlarga bitta ko'rsatay. Velvetga tosh. Shu narsani velvetga tosh bosilgan ekan mana. 15 ming so'm pachkaga, donaga nech pul? 20 ming so'm pastdagilar ham. Manosichi? 10 ming so'm pachkaga. Pachkaga 10 ming so'm bu. Donagachi? Donaga ham 10 ming ekan mana. Mana katta ko'rsatib qo'ya qolak. Mana 10 ming so'm mana. 10 ming narxi, 10 ming. O'zbekistonning puliga. Telefon nomeringiz nechi? 20 20lik 007 007 2056 ga telefon qilib, oluvchilar telefon qilsin, akalar, ukalar, hurmatli bizni kuzatib turgan dunyodoshlar. Har xil sotuvchilar bor. Hali olmasa ham telefon qilib bezor qilyapti deydiganlar ham bo'lib qolyapti. Shuning uchun aytib qo'yapmiz. Donaga, pachkaga sotilaverar ekan bu tovarlar. Tikilishi Xitoy bilan birga. Tikilishi Xitoy bilan birga bir ekan. Xitoyda ham enasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatib yuboramiz deb o'ta jiddiy jahd bilan tikyapti ekan tikuvchilar ham.